Qachon yangi kulak kelarkan? Qachon yangi animatsiya kelarkan? Qanday naborlar qo'shilarkan? Legendarniy nabor qachon jekpotga chiqarkan? Magический kubga qanday naborlar kelarkan? Mana shunaqa savollarni anchadan beri siz o'ylamayotgan bo'lsangiz kerak, chunki anchadan beri King Fire kanali bor va King Fire kanali sizga har doim yangiliklarni yetkazib turadi. Bugun ham siz uchun eng topoviy yangiliklarni tayyorlab qo'yganman. Albatta, agar vaqtingiz bo'lsa, sekingina bir joyga o'tirib oling va videoni oxirigacha ko'ring. Biz bugungi videoni boshladik. Assalomu alaykum. Qandaysizlar bolalar? Hammalaring cho'tkimi, sog'lig'laring yaxshimi? Ishlar bo'lyaptimi? Albatta yaxshilar, chunki bugungi videoni ko'ryapsizlar. Bugungi videoni ko'rish uchun vaqt topganlaringdan juda ham xursandman. Demak, bolalar, biz bugungi videoda Free Fire haqidagi topoviy yangiliklarni ko'rib o'tamiz. Demak, yangiliklar nimalardan iborat? Magический kub haqida ozgina aytib o'taman. Zolotoy jackpot va оружейный jackpot Free Fire'dan udalit bo'ladi va qanday o'rniga jackpot keladi, buni ko'rsatib o'taman. Va albatta yaqin kunlarda keladigan jackpotlarning chiqish sanalari, futbolni event, kelayotgan yangi kollaboratsiya, qisqasi polni shu 2 oy ichida sodir bo'ladigan eng topoviy yangiliklarni tayyorlab qo'ydim. Demak, ko'p cho'zib o'tirmayman. Albatta, agar sizlar tayyor bo'lsalaring, men tayyorman. Biz bugungi videoni boshladik bolalar. Birinchi yangiligimiz mavzusi nimalar Free Fire'dan olib tashlanadi. Birinchisi bu Zolotoy va оружейный jackpot. Albatta bu yangilik chiqqandan keyin juda ko'p o'yinchilar negativlik bildirdi. Chunki endi bepul narsa beradigan jackpotni olib tashlash ko'pchilik o'yinchilarga yoqmadi. Lekin adminlardan biri shunday bir kommentariy qoldirdi. Bu kommentariyaning tarjimasi: "Tinchlaning bolalar, jackpotlar almashtirilishi admin nazarida yaxshiga o'xshaydi." Bundan keyin esa adminlardan biri video qilib tushuntirib berdi. Adminning aytishicha, Zolotoy jackpot va оружейный jackpot o'rniga qo'shiladigan Zolotoy sixlona jackpot ham bepul jackpot bo'lar ekan. Unda ham yaxshi bepul prizlar bo'ladi deb aytib o'tdi admin. To'g'ri, ko'pchiligimiz Zolotoy jackpot va almazli jackpotdan ko'pgina bepul narsalarni tushirib olib bo'lganmiz va Zolotoy sixlona jackpot kelishi ham yaxshilikka, boshqa bepul narsalarni ham tushirib olganmiz. Yaxshi, albatta, shunday emasmi bolalar? Va endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Agar sizlar yig'ib qo'ygan kuponlaring bo'lishi mumkin-ku. Aytaylik, Zolotoy jackpot yoki оружейный jackpotdan sizlar 10 ta kupon yig'ib qo'ygansizlar. Ana o'sha kupon agar ishlatmasa kuyib ketadimi deb savol berishlari mumkin. Yo'q bolalar, kuyib ketmaydi. Yangilanishdan keyin ular avtomatik Zolotoy sixlona jackpot uchun kuponga aylanadi. Zolotoy sixlona jackpotining kuponi mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi va internetda tarqalgan videolarga ko'ra Zolotoy sixlona jackpoti mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi ekan. Hali prizlari noma'lum, lekin agarda ma'lum bo'lib qoladigan bo'lsa, men buni kelasi videolarimda albatta ko'rsatib o'taman. Demak, endi qisqacha tushuntirib o'taman. Zolotoy sixlona nima? Bu Zolotoy jackpot va оружейный jackpot o'rniga keladigan yangicha jackpot. Bepulmi? Albatta bepul, uni ham bemalol monetaga aylantirsa bo'ladi. Bepul deganimni qarang. Endi Free Fire'da monetasiga aylantirasiz, almas shart emas. Keyingi Free Fire'dan olib tashlanadigan narsa bu Evo Propusк ekan. Endi men buni Telegram kanalimga tashlaganimda hech qaysi obunachim bir yomon fikr bildirmadi. Ko'pchilikka bu narsa qiziq emas va Garinaning aytishi bo'yicha Evo Propusdan hech kim foydalanmayapti ekan. Shuning uchun Garina buni butunlay olib tashlayapti ekan. Hech qachon qaytarish niyatimiz yo'q degan fikr bildirishibdi. Yangilanishda olib tashlanadigan narsalarni o'zingiz ko'rib oldingiz. Endi esa keling biz keyingi yangilik o'tamiz. Keyingi yangilik PUBG Free Fire'ni kesatib bir post joyladi. Gap shundaki, Facebook'dagi PUBG'ning offitsialniy kanali mana bunaqa post joyladi. Bu postning tarjimasi: boshqa bepul o'yinlar har xil cheatlar bilan to'la bo'lib turgan paytda siz PUBG olamida hech qanaqa cheatlarsiz maza qilib o'ynang degan tartibda bir post joylagan. Lekin e'tibor qiling, bu postda free va fire so'zlari kavchga ichiga yozib qo'yilgan. Endi bundan tushunishimiz mumkinki, PUBG Free Fire'ni kesatyapti. PUBG'ning nazarida Free Fire'da cheaterlar ko'p, PUBG'da esa umuman yo'q ekan. Hay mayli, endi men bunaqa PUBG Free Fire degan narsalarga aralashish niyatim yo'q. O'zlaring kommentariyada bemalol muhokama qilishlaring mumkin bu mavzuni. Keyingi yangilik, Free Fire'da kelasi kollaboratsiya ma'lum qilindi.
va u kollaboratsiya hech qanaqa yangi kollaboratsiya emas, eski kollaboratsiyaning ikkinchi qismi chiqar ekan. Bu kollaboratsiya Blue Lock bilan bo'ladi. Esingizda bo'lsa, ancha oldin Blue Lock bilan kollaboratsiya qilingandi va bu kollaboratsiya bilmadim endi ko'pchilikka qanaqa, lekin aniq bu kollaboratsiyada bepul nabor berilmaydi. Oldin kollaboratsiyadan berilmagan, hozir kollaboratsiyadan bepul nabor berilmaydi. Albatta, bu kollaboratsiyada bepul sumka uchun skin yoki bepul mototsikl uchun skin mana shunaqa narsalar berishi mumkin, lekin bepul emotsiya yoki bepul nabor berilmaydi. Bu kollaboratsiya hamma regionlar uchun bo'lib o'tadi, bu 100% to'g'ri ma'lumot va bu kollaboratsiyada mana bunaqa profil rasm kelishi hozircha bizga ma'lum va mana bunaqa nabor kelishi ma'lum. Qolgan naborlar va qolgan buyumlar hozircha noma'lum, lekin ma'lum bo'lishi bilan men buni Telegram kanalimda yoki kelasi videolarda aytib o'taman. Keyingi yangilik hamma bilgan mana bu Olduski nabor kelasi yangilanishda oq rangda bo'lib qaytar ekan. Endi bilmadim, bu ko'pchilikka yoqmasa kerak, lekin albatta o'zingizning fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. O'sha 1-iyun sanasida Borating sezoni yangilanadi va Borating sezonida qanday narsalar kelishini keling ko'rib chiqamiz. Birinchisi mana bunaqa sumka bo'ladi bolalar. Ikkinchisi mana bunaqa vektor uchun skin. Vektor uchun skin yo'qlar agar oladigan bo'lsa, bu chotki skin. Demak, keyingisi mana bunaqa master bo'lganda beradigan vadalaska ekan bolalar. Menga rosa yoqdi. Endi albatta o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyingichi parang uchun mana bunaqa skin. Parang uchun skin musor. Keyin master va expert uchun mana bunaqa profil rasmlar beriladi. Asosiy yangilik endi shu sezondan boshlab reytingdagi sezonlar faqat kechki payt yangilanadi. Tushunishingiz uchun oldin kunduz yangilanardi, endi esa kechki payt bo'lar ekan. Yana Magitskiy kub mavzusi. Men har bir videoimda aytyapman, Magitskiy kub faqat yangilanishdan keyin yangilanadi deb, lekin baribir obunachilarim kommentariyaga kirib, qachon yangilanadi, qanday naborlar keladi deb so'rayveryapti. Bolalar, Magitskiy kub faqat yangilanishdan keyin, ya'ni 24-iyundan keyin yangilanadi. Ungacha qanday naborlar kelishini bilish juda imkonsiz. Agar 1-2 kun oldin mo'j bilib qolish mumkin. Ana o'shanda men sizlarga 100% aytib o'taman. Keyin Magitskiy kub bepulga beriladimi? Ha, har doimgidek mana shu Free Fire'da tug'ilgan kunida, ya'ni bu yil Free Fire 9 yoshga to'ladi. Aynan shu kunda Magitskiy kubni bepulga olish mumkin. Hadeb yangilanish deyapmiz. Keling yangilanishda nimalar o'zgaradi, shularni ham bitta ko'rib o'tamiz. Hozircha bizga ma'lum bo'lgan narsalarga qaraganda, lobbini stili o'zgaradi ekan. Buni ma'nosini tushunmadim, lekin mana bunaqa skrinshotlar bor bizda. Keyingisi mana bunaqa yangi funksiyalar qo'shiladi ekan, bularni ham hali tushunmadim. Mana bunaqa yangi event keladi ekan, bu eventdan skrinshot. Va oxirgisi yangi qurollar sistemasi. Buni ham hali tushunmadim, lekin albatta tushungandan keyin to'liq video qilaman. Shu joyda aytib o'tib ketamanki, Advanced server 5-iyunda ochiladi ekan, ya'ni 5-iyun sanasidan boshlab siz Advanced serverni yuklab olib, yangi obnovleniyani test qilishingiz mumkin. Advanced serverni men birinchilardan bo'lib Telegram kanalimga tashiyman. Telegram kanal silkasi albatta opisaniyada bo'ladi. Keyingi yangilik Free Fire'ga Ronaldinho'ning ovozi qo'shilar ekan bolalar. Голосовой сообщениеda. Endi buni qachon kelishi hozircha noma'lum, albatta ma'lum bo'lishi bilan aytaman. 5-iyun sanasi siz ertalab uyg'onib o'yinga kirganingizda Factory'ni ko'rmaysiz, chunki aynan o'sha kundan boshlab futbolli event boshlangan bo'ladi va bu eventda Factory futbolli stadionga aylantiriladi. Bu eventda mana ko'rinishdagi sabitiya keladi. Bu sabitiyada Grand Prix mana jenskiy nabor bo'ladi. Bu event 24-iyun, ya'ni yangilanishgacha davom etadi. Yangilanishdan keyin esa boshqa event boshlanadi. Endi esa keling biz Free Fire'da yaqin kunlarda kelishi kutilayotgan jackpotlarning chiqish sanalarini ko'rib o'tamiz. Sezganingizdek video oxirlab qoldi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. 1-iyun sanasida yangi boyaq propust keladi. Bu boyaq propustni men juda ko'p obzor qildim. Demak, bu boyaq propust narsalar unchalik yomon emas va bu boyaq propustda Deagle uchun skin bor. Bu skinlar borda sochi menga ko'proq yoqdi. Demak, bu boyaq propust 50% chegirmalar sotilar ekan bolalar, ya'ni buni arzonroq olishlari mumkin. Keyingisi 2-iyun sanasida yangi Evo jackpot keladi. Bu Evo jackpotda Drabovik, X78, Groza va P90 orujalarining Evolari kelar ekan. Demak, keyingisi
5-iyul sanasida ko'pchilik kutayotgan mana bu futbolli nabor mamlakat jekpot ko'rinishida keladi. Eng qizig'i bu naborning raqamini o'zlari xohlagan raqamga o'zgartirishlari mumkin. Aytaylik 67, 69, xohlasang 70, 75 xohlaganlaring. 7-iyul sanasida mana bunaqa emotsiyali jekpot keladi. Bu emotsiyada hakam sizga qizil kartochka ko'rsatganda, siz hakamga kattagon qizil kartochka ko'rsatsa ekan. Keyingisi 11-iyul sanasida mana bunaqa animatsiyali jekpot keladi. Bu animatsiya menga yoqdi. Albatta o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldirishlaringiz mumkin. 15-iyul sanasida esa mana bunaqa dabit qiladigan animatsiya keladi. Xullas shunday qilib bizning bugungi videomiz oxiriga yetdi. Albatta sizga video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna qo'ying va video haqidagi fikringizni albatta kommentariyga yozib qoldiring. Men hammaning kommentariyasini o'qiyman. Hammaning fikri men uchun qiziq. Demak, siz Kingfire kanalida bo'ldingiz. Barchangizga sog'lik va omonlik tilagan holda bugungi videoni yakunlaymiz.